Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. E'tiborlar markazida Xpeng G7. Xitoyda faqatgina shu model Teslaga to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi hisoblanadi. Bilasizlar, juda ham texnologik yuqori va xavfsiz mashina hisoblanadi. Bugun e'tiborlar markazida G7 Xpeng. O'zim juda ham yaxshi ko'raman bu mashinani. Sababi juda noldan elektromobil qilib ishlab chiqarilgan. Bozorda birinchi esinglarda bo'lsa, shu Xpeng modeli O'zbekistonga ham kirib kelgan. G nechidir model edi. Juda ham katta qiziqish bilan odamlar sotib olgan. Keyinchalik BYD o'tib ketib qoldi-yu, lekin shaxsan o'zim bilaman, o'sha Xiaomi, Xpeng bular Xitoyda eng yetakchi elektromobillar hisoblanadi. Bu Max versiyasi bitta to'liq quvvatda 702 kilometr masofa bosib o'tadigan, ya'ni 80 kilovatli batareya bilan jihozlangan eng zo'r mashinalardan bittasi. Nimaga bu mashinani yaxshi ko'raman bilasizlarmi? Bu mashina birinchidan noldan elektromobil bo'lganligi uchun aerodinamikasi juda ham yuqori bo'ladi. Aytilgan masofasini bosib o'tishi haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Bundan tashqari, bilasizlar, agar mashina noldan elektromobil bo'lib yasalgan bo'lsa, pastida hech qanaqa batareykalari osilib qolmagan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rdinglarmi? Batareya qismi to'laqonligicha badani bilan integratsiya qilingan, havo oqimini yaxshiroq o'tishi uchun. Bu yana qo'shimchasiga sizni xavfsizligingiz ham o'ylangan bo'ladi. Bu yerda badaniga yopishtirilganligi uchun qanaqadir avariyalarda o'zini ichkaridagi insonlarga zarari kamroq yetadi boshqa mashinalarga nisbatan. Masalan, yaqinda ko'rdik-ku, shaharda qaysidir mashina burilayotganda kelib urgan, ajralib ketdi. Manaqa joydan ikkiga bo'linib, batareyalar ajralib ketdi. Bunda unaqa emas. Bunda nafaqatgina batareyasi kuzovga integratsiya qilingan, balki mana shu hamma qo'shilgan mana ustunlari bo'ladi. Masalan, buni inglizchada A ustun, B ustun, C ustunga bo'ladi. Hamma ustunlari alohida bir-biriga yopishtirilgan bo'ladi va juda ham ko'p qismlari bir-biriga qisman yopishtirilgan bo'ladi. Xuddi uy qurayotganda beton orasiga simlar, anaqa armaturalar tashlab ketadi. Shu urib qimillaganda o'sha yerdan qimillab chiqib ketib qoladi, lekin hech narsa bo'lmaydi. Bundan xuddi shunaqa hamma ustunlari alohida bir-biriga yopishtirilgan bo'ladi. Qaysi tarafdan zarba bo'ladigan bo'lganda mashina qimillab qanaqadir zararni tashqariga chiqarib yuborgisi keladi. Ya'ni ichkaridagi odamga xavf kamroq bo'ladi demoqchiman. O'zi tashqi dizayn tomonlama ham G7 juda ham ajoyib. Narxiga nisbatan ham juda ham bir zo'r mashina hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mashina 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Mana bu orqa chiroqlarni nimani eslatyapti bilasizlarmi? Zikr 009 hozir ham xuddi shunaqa chiroqlari bilan chiqib hammani e'tiboriga tushyapti. Mana orqa ko'rinishi juda ham ajoyib G7. Yana bundan tashqari mashinada 12 ta kamerasi bor, 12 ta parktronlik sensorlar bor, ultra tovushli, juda ham yaxshi, ana sifatligidan eng zo'rlaridan. Bundan tashqari orqa yukxonasini o'zida qanday 2 ta kamerasi turibdi. Bu endi bir O'zbekistonda to'laqonligicha funksiyasidan foydalana olmaysizlar, lekin Xitoyda bu mashina eshikni yopib turib videolari chiqib ketgan, unda qo'li bilan bunday qilib qo'ysa, o'zi parking qilib, o'zi bu yoqqa kirib ketaverasiz, mashina o'zini o'zi parkovka qila oladi. Lekin bu hozir O'zbekistonda bu qanchalik to'g'ri, u o'zini o'zi parkovka ham qila olmasa kerak, chunki chizuvlar, yana nimadirlar xalaqit beradi bu mashinaga. Hali oldi ko'rinishi ham ajoyib Xpeng. Juda ham yaxshi ko'raman bu mashinani. Bir boshqacha ko'rinishga ega. Qaranglar, mana o'zi mashinaning narxi 32 ming. Ozgina yurganligi uchun shunaqa arzonroq. 100% olinglar deyman, chunki mazza qilib butun umr haydaydigan mashinalarga o'xshaydi. Batareyasini Xitoyda butun umrga beradi, xavfsizligi bo'yicha. Juda ham zo'r, umri boqiyligi ham yuqori. Mana oldi radiator panjarasini qaranglar, zo'rligini. Mashina 32 ming, lekin kerakli paytda ochiladi, yopiladi. Boshqa payt qaranglar, chiroyli bo'lib bir xilda yopilib turibdi. Ajoyib. Kameralari bor, aerodinamikani yaxshilash uchun teshiklar ochilgan. Bundan tashqari yon tarafga o'tadigan bo'lsak, Michelin balon 20 radiusli. Juda ham chiroyli dizaynga ega balonlar.
to'xtatish tizimi oddiy, oldida ham orqada ham bunaqa diskli to'xtash tizimi bilan foydalanganlar, qaranglar. Ajoyib. Yon tarafiga o'tadigan bo'lsanglar, mana kameralar turibdi. Bu yoqda. Hamma joyda kameralar bor. O'lik zonaga kimdir yaqinlashganda mana romsiz yon oynalari ajoyib ko'rinishga ega. Va bundan tashqari $32,000 ga yana qaysi mashinada ko'rgansizlar, yumshoq yopilish tizimi bilan jihozlangan. Albatta bunda bor. Kalitsiz kirish tizimi bor. Narigi eshikda ham, bunda ham. Mana romsiz eshiklar. Juda ham bir o'zingizni boshqa mashinada ketayotgandek his qilasiz. Va hali ichiga kirsak, ichida undan ham ko'p funksiyalar bilan jihozlangan mana. Sekin yopib qo'yasiz mana. Mashinaning rangi ham o'zi modadagi ranglardan. Seriya rang juda ham ommalashdi-yu. Ajoyib. Mashinaning narxi yana ta'kidlab o'taman, $32,000. Xo'p, sekin quvvatlash, tez quvvatlash portlari bilan jihozlangan. Bunaqa bu ham 30% dan 80% gacha yarim soatda quvvatlanadigan mashinalardan. Orqasini qaranglar, chiroyligini. Yonlarida ham ultra tovushli parktronik sensorlar mana. Ajoyib. Aerodinamikasi dahshat. Mana yon tarafdan ko'rsanglar ham bo'ladi o'zi. Bu Xpeng o'zi Xitoyda eng texnologik Tesla bilan birga bir tushadigan mashinalardan-da. Juda ham zo'r. Endi shu orqasiga keldim, yukxonasini ham ko'rsatib ketay. Mana avariniylar yonida 819 litrli yukxonasi bor. Juda ham joy keng bu e'tibori. Agar orqa o'rindiqlar yotqizadigan bo'lsanglar 2200 qanchadir litr joy bo'lib ketadi. Bemalol xolodilnik bu yoqdan bu yoqqa ko'chib yursanglar ham bo'ladi. Zo'rligini qaranglar. Bundan tashqari yana mana shuncha joy bor pastda. Mazzami? Xo'p, bunaqa 12 volt 180 vatli tok chiqaradigan joylari ham bor mana. Samferlarimiz bor. Bunday qilasizlar, yopiladi. Orqa chiroqlari juda ham ajoyib, zamonaviy. Ana 9x, 9x da shunaqa orqa chiroqlar borligi uchun ham qanaqadir ko'zga yoqimli ko'rinyapti mana. Yonlarini qaranglar, qanaqadir. Ajoyib ko'rinishga ega chiroqlar ekan, lekin yorishibdi buni. Bunaqa emotsiya bilan, ancha-muncha mashinaga bunaqa emotsiya bilan gapirmayman. Bu mashina juda ham yoqdi menga. Keyin mana yerdan qaranglar, kuzovini balandligi ham ancha yuqori. Bizga tushadigan. Mana. Maza qilib yurasizlar. Yerga tegib qolmaydi. Bundan tashqari g'ildiraklari uchun kattaligi ham o'ziga yarashib turibdi. Ana Kia'ni yangilangan g'ildirak dizayndan ekan. Eshiklari sho'ng'iydi. Bunaqalar yoqmaydi-yu menga. Ana kimdir barmog'idan tortayotganga o'xshaysizlar, lekin yomon emas. Yon tarafda ham kamerasi bor ekan, qaranglar. Dahshat. Endi mashinani texnik ma'lumotlar haqida yuzlanib o'taman. Mashina orqa g'ildiraklar harakat keltiradi. 296 ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 6,5 sekundda tezlashadi. Bosib o'tish masofasi to'liq quvvatda 702 deyilgan. 650-600 yursa ham katta gap. 80 kilovatli LFP batareyalar bilan jihozlangan Xpeng eng zo'ri deydi. Buni markazida qaranglar, kunduzgi yoritish chiroqlar, uzoqni yaqinda yoritadigan chiroqlari pastda. Lekin oldi dizayni o'zgacha, yoqimli dizayn. Rosa yoqadi. Zo'r. 296 ot kuchi dedimi? Hamma mashina ham elektromobillar ichida, qaranglar, 200 ga chiqadigan juda ham kam. 180, 160 bo'ladi, lekin bu 200 ga chiqadi. Tez yura oladi. Shunaqa. Batareyasi ham eng yaxshilaridan bu. Ana umr boqiylik bo'yicha, ya'ni butun umrga anaqa qilib beradi. Agar Xitoyda haydab yursanglar, butun umr servis qiladi, kafolat beradi butun umrga. Zo'r. Endi mashinani ichki dizayniga o'tamiz. Aytib burilish chiroqlari pastda ekan. Bakoyda emas, pastda. Xo'p, yumshoq yopilish tizimi bilan jihozlangan dedim. Romsiz eshiklar. Juda ham minimalistik tarzda bo'ladi. Eshikni ochish tizimi qaranglar, tugmacha bilan. Mabodo ochilmay qolsa, mana bu yerda sariq bilan belgilangan, buni tortasiz. Bu yopish, ochish tizimi ham ajoyib. Oynalar 2 qavat ekan, qaranglar. Romsiz bo'lgani o'zi qanaqadir bu sport elementini beradi. Dizaynlari ham boshqacha, yo'g'ochga o'xshatishibdi. Ambient yoritish tizimi, eko charm, past plastmassa ekan. Xo'p, o'rindig'imizda massaj, isidi, soviydi. Bu yoqdan xuddi shunaqa $32,000 ga orqa o'rindig'i ham isidi, soviydi, massaj tizimi bor. Orqa o'rindig'ida yana ham qiziqroq narsalar bor. NFC kalitsiz kirish tizimi. Ichiga o'tiraman.
702 da aka. 702. Voy, ichi ko'rinishi juda ham bir ajoyib. Bu haydovchi uchun ekran yo'q. Mana bu joyda eko-charmlardan foydalangan. Juda ham zo'r. Faqatgina bu yerda head-up display bor. Head-up displayda hamma kerakli informatsiyalar bo'ladi. Ana zikrda, lilarda bor. Zamonaviy head-up display bu yerda ham xuddi o'sha head-up display bilan jihozlangan. Hamma narsani ko'rsanglar bo'ladi. Rul tizimi hamma Xpenglarga o'xshab shunaqa bir ajoyib qilingan. Voy, o'rindiqda yana nimasi yo'qdi? Mana yon tarafdan ushlash tizimi zo'r ekan. Sportga yo'naltirilgan. Bu ajoyib mashinada baribir. Mana bu tepalariga qaranglar. $32,000, lekin Alcantaraga o'xshagan materialdan foydalangan. Ajoyib. Oddiy bo'lib qolmagan bor. Mana TikTok lampasi bor ekan katta. Mana bu o'zi zavod tomonidan qaranglar, ochiq panorama bo'ladi. Bunaqa parda qo'yib qo'ygan ekan. Qo'shimcha aksessuar qilib, yaxshi issiq kunda qanaqadir baribir yaxshi. Uzr so'rash tugmasi mana tepada. Chiroqlarni qaranglar. Zo'r. Xo'p, head-up display, bu yoqda ovoz chiqarish tizimlari bilan jihozlangan. Rul tizimi bir ajoyib. Handalakka o'xshaydi buni. Juda ham bir yoqimli. O'zi nimaga Xpeng O'zbekistonda ommalashmagan? Eng katta sabablardan bittasi bu multimedia tizimi. Multimedia tizimi oldin xitoycha bo'lardi, ya'ni mana shu 2025-2024-yilgi versiyalarda. Hozir mana 2025 dan inglizchaga o'tibdi. Bu juda ham yaxshi. Odamda bu xitoycha yozuvni ko'rsa, odamda qanaqadir yurakda xavotir paydo bo'ladi-da. Odam qo'rqadi nimagadir. Tushunarsiz, juda ham tushunarsiz. Hozir bu joyda inglizcha bemalol haydab yursanglar bo'ladi. Bu inglizcha juda ham bir oddiy tillardan biri, oson o'rganish. Yana qo'shimchasiga qaranglar, qo'lqop qo'yish uchun joyi bor ekan, lekin tugmacha orqali ochiladi bu bunaqa. Mana. Nimalardir solib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, mana bu joy qirsillayapti, bo'ri. Mana sal ovoz chiqyapti. Bilmayman, semizroq odam o'tirganmi, har doim sal ovoz chiqyapti, mayli deydi. Aytmoqchi bo'lganim mana variant, agar Xitoydan olib kelsa bo'ladi-yu, to'g'rimi? Bilmayman, yangilar bir 35,000 ga yoki 34,000 ga tushar, lekin juda ham dahshat mashina bor. Har tomonlama zo'r mashinada bor u. Xo'p, qaranglar mana. Mana bu multimedia tizimi, ishlashlari juda ham zo'r, yengil, yumshoq ishlayapti. Mana mashinaga o'tadigan bo'lsak ham nima bor hozir bu yerda? 360 kamera bor mana. Har tomonlama. 360 kamera, yana 540 gradus hamma tomonlarni ko'rsatib turibdi, qaranglar. Oldi, yon. Sifati sal anaqa, lekin bo'ladi, zo'r. Mana oson haydashga, qulay demoqchiman. O, mana tizimlari bor. Qaranglar, zo'r mashina. Ya'ni xitoychani bilsanglar agar maza qilib haydaysizlar, bor. Mana shu necha kilometr tezlikda ketayotganlar mana bu joyda ham ko'rinib turadi, mana bu joyda ham ko'rinib turadi. Orqa oynak, ya'ni orqani ham agar ko'rsatib olsa edi. Voy. 32,000 ga mana. Bitta bu xaladenni yo'q ekan, xolos mana bu joyda. Bu ham juda ham katta ochlar ekan. Buni qaydandir ovoz chiqyapti, bor, g'ijir-g'ijir qilib, lekin bu chuqurligi juda ham chuqur. Bu yoqda ham ozgina kiradigan joy bor ekan. Xo'p, mana bu joyda tez quvvatlash porti joylashgan, sovutish tizimi bilan jihozlangan. Nimani ko'rsatmoqchiman yana? Ana mashinaning narxi 32,000. Qo'shimchasiga atirlari ham bor ekan. Voy, onalariga, ukalar deyman. Mana bu joyda joy bor. Naryodan 12 volt, 120 watt, 180 wattlik, ya'ni tez quvvatlash portlari bilan jihozlangan. O'rindiqni sifatiga zo'r ekan, lekin mana yon taraflarda ushlab turishi, o'tirganingiz orqangizdan kimdir quchoqlab o'tirgandek bo'lar ekan. Dahshat-a. Rosa yoqdi. O'zi bu Teslaga o'xshab minimalistik, lekin anaqasi o'ta zamonaviy-da, mana dunyo qarashi. Nima hayolim kelib qoldi? Bir ayol kishilarga o'xshatadigan bo'lsanglar, bir top universitetlarda o'qiydigan, unaqa semiz emas, ixchamgina. Shunaqa hayolimga shunaqa tasavvur kelyapti-da, bor. Ajoyib bir shunaqa ayol kishiga o'xshatadigan bo'lsanglar, juda ham bir aqlli
ayol kishi hisoblanadi. Hop, mana shu ko'rsatib turibdi. Nimani ko'rsatmoqchiman endi sizlarga yana? Hop. Mana necha kilometr? 4430 kilometr yurgan ekan. Umuman ishlashini qaranglarmi, tezligini. Eshiklar juda ham bir qotib qolishi yo'q. Oynalarni mana qo'lda ochib yopsanglar bo'lar ekan. Passenger oynalarini ochsanglar mana. Hamma narsa qilsanglar bo'ladi. Yoritish, ambient yoritish tizimi, o'rindiqlar mana hozir qayerda o'tiribman mana. Bunday qilsangiz bu yoq, bunday qilsangiz bu yoqni boshqarsa bo'lar ekan. Drive modlar bor, mana eco bor, comfort bor, sport bor, individual ham bor ekan, qaranglar. Suspension, mana adaptive cruise control, chiziqlarni ushlash, tepalikdan tushish, stability control, hamma bir kerakli chiziqlarni avtomatik tarzda o'zgartirish, chiziqdan chizuvga o'tish, hamma narsasi bor. BYDning smartida nima bo'lsa, bunda ham bor hammasi. Mana shu narsalar bor. Mana adaptive cruise control, chiziqlarni ushlash, deb bossangiz ko'rsatadi mana. O'sha mashinaga qarab yuradi mana. Mana qaranglar. Svetoforga keldiz, mana svetoforda yashil yonsa o'zi yuradi, qizil yonsa to'xtaydi. 60 chiziq anaqa necha kilometrda yurishni ko'rsatib ketyapti, qaranglar. Navigatsiya tizimi, ya'ni chiziqlarni ushlash. Chiziqdan chiqib ketmayapti, bitta chiziqda yuribdi. Hamma narsasi bor. Xpengga ishonsanglar bo'ladi. Tesla'da bu, Xitoyda Tesla'si. Menga rosa yoqadi bu mashina. Juda ham hurmat qilaman bu mashinani. Qaranglar, bu narsasi ham bor ekan. Atirlari ham bor, quvvatlash porti. $32,000. Ketib orqasini ko'rsataydi. Ko'p $32,000 mashinalarda mashinaning orqasi sal zerikarliroq bo'ladi. Bu yoqda zerikib qolmasliklari uchun eshikni ochish tizimi shunaqa. Mabodo ag'anab ketadigan bo'lsanglar, mana bu joydan ochilar ekansizlar. Keyin mana o'rindiqni sozlasanglar bo'ladi. O'sha gakki mashinalarda ko'rganman. Endi Xpengda ko'ryapman. Mana bitta boshqarsanglar bo'ladi. Bu oynak. Oynak shu oxirigacha tushmaganligi yosh bolalar uchun minusda. Biz uchun emas, orqadagi yosh bolalar uchun. Orqada ham joy keng. Mana yana nimasi yoqadi? Bu mashina noldan elektromobil bo'lganligi sababli orqa o'rindiqlari ham orqada ketish uchun qulay. Ya'ni o'tirganlarda mana tegib turadi, bemalol joylashasizlar. Tekizligi juda ham ajoyib va ishlatilgan gakda ham xuddi shunaqa anaqa tizimlardan ishlatilgan, qarang, temir, quyilgan temirdan foydalangan. Qattiqligini qaranglar, buni yo'g'on bo'lib turibdi. Rezinkalari ham qalingina, narsa iladigan joy, ushlaydigan joy. Xo'p, nimaga maqtading orqasini deyishlar mumkin. Birinchidan, mana bu joyda kattagina ekrani bor. Xo'p, bu yerda massaj tizimi bor. Intensity yotib ketsanglar bo'ladi. Bundan tashqari orqa o'rindig'i ham isiydi, ham soviydi. Qoyilmisizlar? Bu o'rindiqni surib, orqada sal VIP bo'lib ketsanglar ham bo'ladi. Mashinaning narxi 32,000. Xpeng uchun, bunaqa qulaylikdagi Xpeng uchun menimcha bu juda ham bir yoqimli. Bilamiz, 32,000 ga hozirda bizda Dongfeng IP008 larni beradi, 32,5 ga. Ya'ni BYD C-Lion'larni beradi. Lekin baribir Xpengni darajasi ulardan 2 bosh ustun hisoblanadi. 1 bosh bu xavfsizlik, 2 bosh bu texnologik tarafdan juda ham yuqori ko'rsatkichlarga ega mashina hisoblanadi. Shuning uchun emotsiyalarga berilib gapiryapman. To'g'ri tushunasizlar. Yoqimli-da. Xo'p, bu o'rindiqni oldiga surib, buni VIP qilib olsanglar bo'ladi. Mana bu joyi tushadi. Ovqat yeb ketsanglar bo'ladi va bundan tashqari mana planshetinglarni qo'yib, nimadir ular qilib ketsanglar bo'ladi, qaranglar. Xo'p, bo'ldimi, shumi deyishinglar mumkin. Yo'q, mana buni qo'l tushirsanglar, suv qo'yish uchun joy va tez quvvatlash porti, sovutish tizimi bilan orqa yo'lovchilar uchun qayerda ko'rgansizlar bunaqa narsa borligini? Qimmat mashinalarda bo'lmasa agar, lekin zo'r. Dahshat. Mana bu joylarni qaranglar buni.
boshqacha mashinada X-Pain bor baribir. Ana Yevropada mana BMW, Audi'lar, Mercedeslar bu nimadir ishlab chiqarsa qolganlar sekin-sekin o'rganib o'shalarni andoza oladi. X-Pain bu Xitoyda mana shular birinchi bo'lib ko'rsatadi, keyin qolgan xitoyliklar bundan o'rganadi. Shunaqa. Xavfsizlik darajasi juda ham dahshat bu mashinada bor. Endi ozgina haydab ko'ramiz, ana xitoylikni orqaga o'tkazib sizlarga yurib ham ko'rsatishim kerak, chunki mashinani oldida mustaqil osmalar, orqada 5 ta tutqichli osmalar bor. Tanu nemetskiy mashinalarga o'xshab qanaqadir bitta ballonni balandligiga qilib qo'ysalar, mashina bunday bo'lib qiyshayib qolmaydi. Ya'ni o'sha ballonni teparoqda, qolganlari pastroq turadigan shunaqa bir zamonaviy osmalar bilan jihozlangan. Oldida ham xuddi shunaqa. Oldida mustaqil, orqada 5 ta tutqichli osmalar. Endi men nimasiga maza qilyapman bu mashinani bunday qilsangiz, o'zi yopilib olishiga. Tez drive ham boshladik. Hop, drive'ga qo'yamiz, sekin harakatlanishni boshlaymiz endi. Xo'p, endi sizlarga unchalik ko'rinmayapti head-up displeyi. O'zi head-up displey bu mashinada juda ham yaxshi. Boya ta'kidlab o'tganimdek, o'sha zikrlarda, keyin lilarga o'xshab to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qiladi, ya'ni burilishlarda, boshqa narsalarda. Xo'p, birinchi his-tuyg'u nima bo'ldi? O'zi zo'r mashina, dahshat mashina. X-Pain'ni juda ham yaxshi ko'raman. Yon oynalari ham Damas'ga o'xshab katta ekan. Hamma atrofda bo'layotgan voqealar juda ham yaxshi ko'rinyapti. Xo'p, oldi qopqog'i ham pastda. Yo'lda ham bemalol boshqarib ketsangiz bo'ladi. Endi orqa g'ildiraklar tortadi-yu, qishda muammo bo'lmaydimi deyishlar mumkin. Menimcha qishda hech qanaqa muammo bo'lmaydi bu mashina. Xo'p, sizlarga head-up displey ko'rinmayapti, lekin xuddi ochki taqib olgan odamga o'xshab peshonangizda ko'rinyapti, lekin juda ham qulay. Oldingizda, yuzingizda ko'rinib turganligi. Ana ekran yondi, burilish chirog'ini bosishim bilan xuddi o'sha lilarga o'xshab. Orqadagi ekran. Xitoylikni orqamga o'tkazib olganman, qarasam oldiga o'tiryapti, men haydayman deb, dedim. O'zim haydab ko'rsataman odamlarga. Yaxshi. Xo'p, endi bu yoqqa yurib ko'ramiz. Ozgina. O'zi X-Pain o'tkirroq mashina. Mana ko'ryapsizlarmi? U tortishlari ham yaxshi. 6,5 sekund shaharda yurish uchun juda ham bir qulay ko'rsatkich hisoblanadi. 7,5 lar ham bunaqa qiladi. Juda ham yaxshi yurishlarini qaranglar. Orqadagi odam kamera taqmagan deyapti tezlik oshganda. Seat belt brother. Bundan tashqari mana charchoqda aniqlovchi kameralari ham bor bu yoqda. Okey. Xo'p. Yo'lni ushlashi ham yaxshi-da, qaranglar. Baribir buni zo'r. Hozir X-Pain mashinalariga dronlar qilib, yana nimadirlar qilyapti-ku, baribir. Baribir zo'rda bu mashina bor. Shaharda yurish uchun juda ham qulay bo'lgan mashina. Burilish radiuslari ham zo'r ekan. Qaranglar. Zo'r qarilib oldik. Bemalol manaqa tirband ko'chalarga kirib yurish uchun ham zo'r. U yoqdan bu yoqqa bunaqa o'ydim chuqurlarni ko'rmadim deb bo'lib ketyapti. Yo'l ushlashi ham zo'r, qaranglar. O'ziga bo'lgan ishonchi ham yaxshi. U yoqiga, bu yoqiga qilyapman, anaqa og'ib burilmayapti-da, qanaqadir tirmashib burilayotganligi uchun ham manevr qilishga qulay. Ya'ni biz ko'chalarda bilasizlar-ku, kimdir qisilib oladi yoqdan, kimdir bu yoqdan urib oladi. Shu paytlarda bemalol o'tib keta olasizlar. Shunaqa orqada kimdir bittasi janjal qilyapti. Mayli, indamaymiz. Qaranglar, zo'rligini. Keyin burilib olib, shoshmasdan. Tezliklari 6,5 sekund shaharda yurish uchun zo'rda, baribir. Mana mashina kelyapti o'rda. Baribir zo'r.
head up displeyini rasmlarini qo'yib ketaman. Ko'rib olamiz. Dahshat mashina. Endi narxi $32,000. Sal qimmatroqga o'xshaydi-yu, lekin o'zi narxiga juda ham arziydigan mashina. Bu mashina olishni tavsiya qilaman deydi. Here? Okay. Mashina o'tkazib olamiz. Kattaligi ham zo'r, qaranglar. Ichida ham bemalol o'tirib, oyoqlarimda ham keng joy bor. 183. Boshim tepasida ham ancha joy bor. Mana e'tibor bersanglar bo'ladi. Ajoyib. Orqa bilan kirib olamiz endi. Ana ishda kamerasini ko'ramiz deydi. Lidar tizimini ko'ringlar, mana hamma narsa zo'r. Ketdik orqaga. Butun o'zi texnologiya bo'yicha любой Xitoy mashinaga anaqa beradigan mashinada bu o'zi dars beradigan mashina hisoblanadi. Parking. O'zi parking yoqib qo'ysa kerak menimcha. Mana o'zi avtoparkingini yoqib qo'ydim. O'zi avtomatik parkovka qilmoqchi. Oyog'im oldim, mana. Yuryapti, rul aylanyapti mashina. Okay. Exit. Chiqib qo'ydim mana. Okay. Sal endi orqada sal nimadir bo'lganga o'xshadi, shunga to'xtadim. Lekin mana ultra toshlilarda mana qaranglar, qancha joy, qancha uzunlikda turganingiz ham ko'rinib turadi. Shunaqa gaplar. Nomerlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Haydab ko'rib. Bilaman, lekin buni o'zini ashaddiy ishqibozlari bor. Bemalol sotib oladigan mashina. Zo'r. Saloni ichlari ham ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan mashina ekan. Dahshat. Orqa kameralari ham bor. Bundan tashqari anaqa zavod tomonidan qo'yilgan video registratsiyasi bo'ladi. Fleshkani tiqib qo'ysanglar, bemalol yo'llardagi bo'layotgan xunrezliklarni videoga olsangiz bo'ladi. What? Don't stop. It's R, not P. Yes. P. Shunaqa. One more time? Yes. Mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Xitoylik o'zi orqada o'tirib olgan, nimalardir aytib o'tiribdi. Mana kerakli narsalar X-Guard. Buni yoqib qo'ysanglar, hamma joyda kameralar ishlab turadi, atrofda bo'layotgan narsalar videoga olib turadi. Shunaqa. Driver ventilation. Ish qilib zo'r mashina. Buni qo'rqmasdan sotib olish kerak deb o'ylayman. Mana batareyasi qayta turganligini ham rasmi bor ekan, qaranglar. Zo'r. Dahshat. Keyingi savollarni ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.